hammaga baholi yaxshi kayfiyat tilagan holatda yangi mavsumga yangi modelimizni taqdim etamiz. Kutib olinglar, 9007 Gastini naborimiz. Komplektimizda mini gorka bor, ikkita penal va kamoti bor. Mini gorkamiz ikkita eshik, tepada plastik eshikdan iborat. Modelimiz 100% MDF dan ishlab chiqarilgan va 100% krashinli Turkiya stilida. Oynalari ham kamotimizdan oynalar ikkita bo'lakli qilib ishlangan. Bu yoqda tilla oynalar bilan ishlov berilgan, kapuchino kraska ishlatilgan, krem hamda shampan kraska ham ishlatilgan. Noshkalar temirdan ishlangan, nozik ko'rinishga ega bo'lgan, lekin juda ham mustahkam temir noshkalar. Narxlarimiz ikkita penal bilan kamotimiz $1450, mini gorkamiz $750. Xohlasanglar mini gorka bilan, ikkita mini gorka bilan kamot qilib olsanglar ham bo'ladi. Agar joyingiz kattaroq bo'lsa, bemalol shunaqa olsanglar bo'ladi. Agar joy ixchamroq bo'lsa, bir eshikli penal bilan bemalol olsanglar bo'ladi. 9007 Gastini naborimizga moslab Neo stol stulimizni qo'yib qo'yganmiz hamda Lux stol stulimiz ham. Neo stulimiz shampan rangda, Luximiz oq rangda. Xohlasanglar Neoni oq, Lux shampan qilib beramiz. Kelib bemalol moslab materiallarni tanlab zakaz bersanglar bo'ladi. Kelinglar, sizlarni kutib qolamiz. Adresimiz Abu Sahiy bozor yonida 3-9 mebel salon.